Noya ismli yigit o'zining orzusidagi qiz Evarini uchratadi va u bilan tunni birga o'tkazish baxtiga muyassar bo'ladi. Lekin har bir filmda yoki hayotda bo'lganidek, o'sha tundan keyin qiz yigitga biz faqat do'stmiz deb aytadi. Oradan naqd 3 yil o'tgach, yigit qayerda xato qilganini bilish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'tmishga qaytib Noya sevgan qizi Evari bilan qayta uchrashaveradi. Uning birdan bir niyati o'sha tundan keyin qiz bilan do'st bo'lib qolish emas, aksincha sevgan yigiti bo'lish edi. Demak, hammasi unashtirishdan boshlanadi. U yerda biz bosh qahramon Noya va qiz do'sti Evarini ko'ramiz. Qiz bo'lajak kuyovi bilan birinchi marta uchrashgani haqida hikoya qiladi va bu vaqtda Noya o'z sevgisini qanday uchratganini eslay boshlaydi. Bu 3 yil oldin Halloween bayramida sodir bo'lgan edi. Noya ichimlikini qizga to'kib yubordi va kechirim so'radi va u qizni kostyumini juda yaxshi ko'rishini aytadi, chunki u o'zining sevimli filmidan olingan edi. Noya shuningdek bu filmni juda yaxshi ko'rishini ham aytadi. Xullas, bosh qahramonimiz qiz bilan yaqinroq tanishishga harakat qiladi va ularning fe'l-atvori juda o'xshashligini payqaydi. Suhbatdan so'ng Noya unga jaz bariga borishni taklif qiladi. Restoranda u taassurot qoldirish uchun uning oldida pianino chaladi. Ma'lum bo'lishicha, Noya ushbu barda ishlaydi. Qiz o'zining sevimli qo'shig'ini ijro etishni so'raydi, lekin u uni qanday ijro etishni bilmaydi va butunlay boshqa kuyni ijro etadi. Shundan so'ng qiz Noyani o'zi bilan birga fotostendga sudrab boradi va suratga tushishni boshlaydi. Evari aytadiki, agar ular bu lahzani eslashni xohlasalar, juda g'alati fotosuratlar olishlari kerak. Keyin juftlik qizning uyiga borishadi va stol futboli musobaqalarini tashkil qilishadi. Ular bir-birlarining do'stligidan zavqlanishadi. Keyin Noya bu narsa yeyishga qaror qiladi va bir paket pechenyani yeydi va endi ular bir-birlariga yaqinlashadilar. Lekin xotira shu yerda tugaydi. Va endi hozirgi zamonda biz uning kuyovi qizni Noya oldida o'payotganini ko'ramiz. Qizning bo'lajak kuyovining ismi Ethan edi. Noya xafa bo'lib juda ko'p shampan vinosini ichadi. Keyin hojatxonaga boradi. Qiz uni tekshirishga boradi va Noyaning yig'layotganini ko'radi. U yigitdan nima bo'layotganini so'raydi. Noyaning aytishicha, u ovqatdan zaharlangan va tashvishlanishga hojat yo'q. Ethan ham ularga qo'shiladi. U ham Noyaga yordam berishni xohlaydi. Evari Noyani do'sti Kerriga olib boradi va uni uyiga olib borishini so'raydi. Noya rad etishni boshlaydi va taksi chaqirishini aytadi. Lekin telefonini suv idishiga tashlaydi va telefon ishlashni to'xtatadi. Kerri fotograf bo'lib ishlaydi va u kutilmagan daqiqalarda odamlarni suratga olishni yaxshi ko'radi. Keyin u Noyadan bugun unga nima bo'lganini so'raydi. Yigitning aytishicha, bu uzoq hikoya va u aytishni istamaydi. Lekin baribir aytadi. Noya Evarini juda yaxshi ko'rishini, u bilan shuncha yil oldin birga o'tkazgan kechasini hali ham eslashini aytadi. Keyin ikkalasi ham Noyaning do'sti Maxning oldiga borishdi va u o'z hikoyasini davom ettirdi. O'sha kecha Noya va Evari o'pishga yaqin bo'lganida, qiz nihoyat ajoyib do'st topganini aytib, uni qattiq quchoqlagan. Noya qayg'uga botdi, lekin hali ham imkoniyatga ega bo'lishga umid qilmoqda. Ammo ertasi kuni u Ethan bilan uchrashadi, chunki u Noya yegan pechenyani sotib olish uchun savdo markaziga boradi. U buning uchun o'zini ayblaydi va Kerri unga qiz hech qachon unga oshiq bo'lmasligini tushuntirishga harakat qiladi. Shundan keyin ketadi. Bularning barchasi 3 yil oldingi restoranda sodir bo'ladi. Ammo u xuddi shu fotostendga boradi va suratga tushish paytida Evari bilan yana bir imkoniyatga ega bo'lishni xohlashini aytadi. Ertasi kuni ertalab uyg'onganida u hamma Halloween liboslarida yurganini payqadi. Yigit darhol do'konga boradi va gazetadagi sana uning sevgilisi bilan uchrashgan sana ekanligini ko'radi. Keyin Noya aslida u 3 yil oldinga qaytib kelganini tushunadi. Keyin u do'sti Maxning ofisiga boradi va unga nima bo'lganini aytib beradi. Keyin u Kerrini yo'lda odamlarni suratga olayotganini ko'radi va u bilan gaplashishga qaror qiladi. Va uni taniydimi yoki yo'qmi, shuni so'raydi va kutilganidek qiz uni tanimaydi. Noya bundan juda xursand bo'ladi, chunki u bugun kechqurun sevgilisi bilan uchrashadi va buning uchun chiroyli kostyumni tanlaydi. Kechasi esa Evari do'sti Kerri bilan juda band. Noya tasodifiy yigitni qiz bilan yolg'iz qolish uchun u bilan gaplashishga yuboradi. Birinchi uchrashuvda u ichimlikni to'kkan edi va bu safar Noya uni bu holatdan qutqarib qoladi. Keyin suhbat davomida u go'zal qizdan sevimli ichimligi haqida so'raydi va ular bir xil ta'mga ega ekanliklari ma'lum bo'ldi.
Qiz ularni juda ko'p o'xshashliklari borligini payqaydi va Noya ular o'rtasida qandaydir bog'liqlik borligiga ishora qiladi va uni yana restoranga musiqa tinglashga olib boradi. Bu safar u Everining sevimli qo'shig'ini ijro etib beradi. Bundan keyin ular fotostendga suratga tushishga kirishadi. U yerda Noya har xil kulgili pozalarda turadi va qizni juda hayratda qoldiradi. Qizning uyiga kelib, ular yaxshi vaqt o'tkazishadi, ammo to'satdan Everi Kerridan xabar oladi. Ma'lum bo'lishicha, Kerri uning oldiga kelayotgan ekan va buni qarangki, hammasi yaxshi edi go'yo, ammo Kerri Noyani ko'rishi bilan uni xuddi manyak singari tasavvurlab, ertalab meni ta'qib qilgan edi, endi seni ketingdan tushgan deb dugonasiga aytadi. Everining aytishicha, u haqiqatdan ham g'alati odam, men haqimda juda ko'p narsani bilar ekan deb bu so'zlardan keyin ikkalasi ham qo'rqishadi va Noyani urishni boshlaydilar. Ertasi kuni ertalab Noya buni faqat tush deb o'ylaydi. Yigit unashtiruv kuni qizdan kechirim so'rashga boradi. Ethan unga eshikni ochadi, lekin uni tanimaydi. Everi Noyani ko'rgach qo'rqib ketadi va 3 yil oldin uni ta'qib qilgan odam ekanligini aytadi. Kerri paydo bo'lgach, Noya yana qochishga majbur bo'ladi. U bularni barchasi fotostend tufayli sodir bo'lgan degan xulosaga keladi va kechasi yana uning oldiga boradi. Tanga kiritadi va 3 yil oldinga borishni xohlashini aytadi. U yana muvaffaqiyatga erishdi. U Maxga qo'ng'iroq qiladi va yordamga muhtojligini aytadi. Chunki u har qanday holatda ham qizni zabt etishni xohlaydi. Max yomon odam bo'lishni maslahat beradi, chunki qizlar ularni yaxshi ko'rishadi odatda. Va Max ko'plab qizlarga ega bo'lganligi sababli Noya uning maslahatiga qo'shiladi. Noya Everi bilan uchrashadi va o'zini odatdagi yomon odam kabi tutadi. Qizga pivo taklif qiladi, lekin qiz uning xatti-harakatlaridan g'azablanadi va bu yerdan ketmoqchi. Qahramon uni to'xtatadi va unga juda yoqishini aytadi. Unga qiz javoban, agar uni tinch qo'ymasa, uni urishini aytadi. Ammo Noya qiz hech nima qila olmaydi deb qani ur deganday qiladi. Bundan keyin Everi uni bir itarib basseynga yiqitadi. Bunday holatda albatta barcha yig'ilgan odamlar Noyaning ustidan kulishni boshlaydilar. Ammo ayyor Noya basseynni qirg'og'iga kelib, qizdan unga chiqish uchun yordam berishini so'raydi va qiz qo'lini uzatishi bilan uni o'zini ham basseynga tortib oladi. Keyin qiz va yigit qattiq baqirishib janjal ko'tarishadi, ammo tezda bu janjal bir-biridan bo'sa olish bilan yakunlanadi. Keyin esa albatta ular tunni birgalikda o'tkazishadi. Ertasi kuni ertalab Noya Everi bilan uyg'onadi. U quvonchdan sevgan qizini quchoqlaydi, ammo Everi bundan hayratda edi. Chunki 3 yil oldin Noya do'stining taklifi bilan o'zini yomon yigit qilib ko'rsatgan edi va hamma uni shunaqa yigitlar qiyofasidan deb bilishadi. Noya qizga uni yaxshi ko'rishini tushuntirmoqchi bo'ladi, ammo Everi unga ishonmaydi va faqat unga tunda kerak bo'lib qolgan paytda qo'ng'iroq qilishini aytadi. Biroz o'tib Noya yugurishga kelgan Ethanni ko'radi va Everini undan rashk qilib ular bilan birga yugurishga chiqadi. Lekin tezda charchaydi va yiqilib tushadi. Kerri u bilan qoladi, qolganlari esa yugurishda davom etadilar. Noya Kerriga Everini sevishini aytadi, lekin unga nima kerakligini bilmaydi. U har doim u bilan emas. Do'stini yaxshi biladigan Kerri unga barqaror odam kerakligini aytadi. Bu yigitga motivatsiya beradi va u yana fotostendga boradi. U birinchi navbatda Maxning ofisiga boradi va barqaror ish topadi. Va kechasi ziyofatga kelganida u odamlarga g'amxo'rlik qiladi. Everi bilan uchrashgandan so'ng u butun hayotini u bilan o'tkazishni xohlayotganini aytadi. Lekin boshlash uchun jaz bariga borishni taklif qiladi. Ular barga ketishadi va yigit ilgari bu yerda ishlaganini, ammo endi ko'proq mas'uliyatli bo'lishni xohlayotganini aytadi. 3 yil o'tdi. Noya uyg'onib, o'zini juda katta uyda ko'radi va u biroz semiz bo'lib qolgan edi. Yigit juda boy ekanligidan xursand va bugun Everi bilan unashtiriladigan kuni bo'lib chiqdi. Bu uni yanada baxtli qilar edi. Keyin u Kerri ham uning uyida yashayotganini bilib oladi va qiz u ish safarlariga ketayotganda u bilan birga bo'lishini aytadi. Noya ofisga keladi va kutilmaganda katta lavozimga ko'tariladi va qo'shimcha ravishda yangi katta ofisga ko'chadi. Max bilan birga u o'z kabinetiga kiradi va do'sti undan juda g'azablanganini bilib oladi. Chunki Noya uning orzusini o'g'irlagan. U 3 yil davomida bu lavozimga ko'tarilishga intilgan va keyin Noya Max bilan 3 yildan beri gaplashmayotganligini bilib oladi.
Shu vaqt ichida u juda o'zgargan. Ma'lum bo'lishicha, Noya bo'sh vaqtini faqat ishga bag'ishlagan. Shu sababli bizning qahramonimiz xafa bo'lib, stressni tort bilan yengishga harakat qiladi. Kotib unga yaqinlashadi va uning uchrashuvi borligini eslatadi. Qo'shimchasiga, u juda kechga qolayotganini aytadi. Noya o'z jadvalini ko'rib chiqadi va shok holatiga tushadi, chunki bu yaqin 3 oyda unda umuman bo'sh vaqt yo'q ekan. Yigit bir kun dam olib uchrashuvga bormasa nima bo'lishini so'raydi. Kotib darhol ishdan bo'shatilishini aytadi. Noya unashtirishga keladi va sevgilisi bilan uchrashganda ijro etgan qo'shiqni pianinoda chalishga harakat qiladi. Lekin u 3 yil davomida mashq qilmaganligi sababli unda hech narsa o'xshamaydi. Noya bo'lajak xotinini izlashga boradi, lekin uni hojatxonada mast Ethan bilan topadi va keyin uni uyiga olib boradi. Yo'lda Ethan o'zini juda yomon his qiladi va o'zini yomon odam deb biladi, chunki u hozirgina boshqa birovning xotiniga sevgi izhor qildi. Noya unga Avery nima deb javob berganini so'raydi va qiz hamma narsa boshqacha bo'lishini xohlashini aytgan. Bu shuni anglatardiki, demak u hozirgi hayotida baxtsiz. Noya juda xafa bo'lib kechqurun uyga keladi. Kerri hushyor bo'lib undan nima bo'lganini so'raydi. Noya hammaning hayotini buzganini aytadi. U Kerridan nega qiz uni sevmasligini so'raydi. Shunda Kerri unga qiz befarq emasligini aytadi, lekin bu sevgi emas deydi. Shundan so'ng Noya unga mos kelmasligini va uni hech qachon o'ziniki qila olmasligini tushunadi. Endi u hamma narsani tuzatishga qaror qildi. Qahramonning o'zi Ethan'ga qiz bilan uchrashishga imkon beradi. O'zi esa buni unutish uchun Kerri bilan birga boradi. Ular oqshomni birga o'tkazishadi. Ma'lum bo'lishicha, Jaz aslida Kerriga yoqqan va u keyin dugonasini ham shuning ishqibozi qilgan. Bundan tashqari uydagi stol futboli ham Kerriga tegishli va Avery'ning kostyumini ham Kerri tikib bergan ekan. Ular birgalikda pianino chalishadi va ajoyib vaqt o'tkazishadi. Shunday qilib Noya 3 yildan so'ng Maxning uyida uyg'onadi. Yigit so'raydi: "Kerri qayerda? Hozir ikkalasi o'rtasida munosabatlar bormi?" Max unga javoban: "Siz bir marta ajoyib oqshomni birga o'tkazgansiz va boshqa hech qachon uchrashmagansiz" deydi. Noya Kerrining oldiga boradi va ular birga o'tkazgan kun haqida so'raydi. Bu vaqtda u sevgilisi bilan uchrashmoqchi ekani ma'lum bo'ladi. Kerri unga nisbatan biror bir his-tuyg'u his qiladimi yoki yo'q deb so'raydi. Uning so'zlariga ko'ra, ular orasida hamma narsa 3 yil oldin sodir bo'lgan va bundan keyin ular uchrashmagan. Noya va u Avery'ning do'sti bo'lganligi sababli Kerri bilan uchrashganini va agar u hamma narsani asl holatiga qaytarmasa, Kerri bilan birga bo'la olmasligini tushunib, Noya fotostendga boradi, lekin uni topa olmaydi. Unga apparat sotilganligi haqida xabar beriladi. Va albatta bu Noyani qattiq xafa qiladi, chunki u endi hayotini to'g'rilay olmasdi. Biroz turib, uning yoniga Avery keladi. Suhbat davomida qiz ushbu fotoapparat hozirda qizning uyida ekanligini aytadi. Shunday qilib Noya oxirgi marta o'tmishga sayohat qiladi va birinchi marta qilingan hamma narsani qiladi. Keyin u unashtiruv kuni uyg'onadi va Kerri bilan uchrashadi. U bilan gaplashadi va tadbirni tark etishni, musiqa tinglashni taklif qiladi. Oxirida bizga ular baxtli bo'lgan ko'plab fotosuratlar ko'rsatiladi. Film shu bilan tugaydi. Tomosha qilganingiz uchun barchangizga rahmat. Ushbu video kengroq tarqalishi uchun videoga like tugmasini bosing va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling.